Sayat filmideki en ağır can qurali qaysi? Hergizimiz siz oylagan Sunwukungning altın toquluq gürzi emas. Bundaqda bu altın toquluq gürzi nechinchi ret tizila? Bugun Payxonbog'da oldin 10 ret tizildigan angishtarlar qatorini bir anglab baqaylik. Birinchi qism. Yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olib filmning davomiga diqqat qilinglar. 10-o'rindagisi ikkinchi og'anlar Ju Woo'ning qo'lidagi 9 tishli tirnoq. Buni Jubajining lahvali qarab hergiz bo'sh chaqlamanglar. Jubaji erishdik sarlashgan vaqtning o'zida bununğa Yorun Sultan özünün qo'lidagi angishtarni Avliyo peshvosi birib, Avliyo peshvosi o'zining 8 ko'zlik otash o'chig'ida 49 kun tavlab bergan. Yorun Sultan bu sarlashgarga o'z qo'li bilan so'q qildi. Bu qurolning og'irligi 5048 jin. Endi biroq bu yerda Jubaji bu sarlashgar bo'lgandan keyin bu Yorun Sultan o'zi so'qqan bu angishtarga erishgandan keyin bak ko'ranlab ketdi. Davomli mahorat mashq qilmay yetib uxlab do'yin shuval qilib shuning bilan bu yer changmani guanju qilib sep buni jibojans qalayimqan gap qilib buni uylidarini qochlab buni chaqchaq qilib qo'ydi. Shundan bu yer changma buni darhol jetu qiliblar Yorun Sultonga yo'llab turdi. Shundan Yorun Sulton ochchig'ini anani cho'shqa deblar bu cho'shqa aylantirib zamoga tushiryotdi. Shunga bir qismda diqqat qilinglar. 9-o'rindagisi Shosingning qo'lidagi oy paltiliq gursi. Bunimi o'xshashlar Yorun Sulton Shosingni so'qqigan, chunki Shosing bu vaqtimiz Yorun Sultonning bir xos xususiy navkiri qo'g'dug'ich emasmi? Albatta o'zini qo'g'daydigan odamga birdigan angishtar margiz odatda bir kaltak to'qmoqni urib qo'ymaydi. Buni nayt qaltis bir angishtar. Buni bir jang qilish uchun Allohdan yo'qotish uchun so'qqimgandek bu nomakli safar qarsa buni shu apkash qilib oldi Shosing. Shundami? Hozbek ishlatgan o'rnim yo'q, datlashib ketdi, tas qoldi. 8-o'rindagisi Fang Tianhuaji, ya'ni Chosiyalman. Unda desam, Lübo'ning Chosiyalmanga ketmanglar. G'arib sayatda bu Chosiyalman eng dastlab Sunwukung Dongxay Longwangning qasriga kirib, belq oltin to'qliq kursini og'il kirgan vaqtimizda tunji qatim bu Chosiyalmanni birdi Sunwukungga. Biroq Sunwukung bu Chosiyalmanni ko'tirib bekmandaq yinlikka bu agri qurolga deb yaratmaydi. Bu Chosiyalmanning og'irligi 7200 jin. G'arib sayatning oxiri qarsak, shir to'ytiga kelgan vaqtning o'zida uni tapingyoylik enqa ishitudu mashqorani bak diqqat qilib beqinglar. Endi 7-o'rindagisi shu biz hammamiz yoqtiradigan Avliyo Azam Sundanishning qo'lidagi oltin to'qliq gurza. Bu gurzani Avliyo peshvosi eng dastlab 981 kunda tavlagan. Tavlagandan keyin buni doyu buni oriyat kelib bir mezgil ishlatgan. Doyudan keyin buni orliqda bir sirliq bir shaxs ishlatgan, aketgan. Sunwukung buning 3-chisi ya sen shu uchun manasi Sunwukung 3-chisi ya go'qilgan deb qarasanglar. Bu oltin to'qliq gurzining og'irligi 13500 jin. Qarsak bu gurz Sunwukungning ipini karamat anglaydi. Yo'g'na, uzra. Baş eriş ordusu taqışa alaydı. Kichiklar küçük ama quloq tiqib qo'ydi. 500 yil burun erish ordusini balman qilgan vaqtning o'zida bu oltin to'qliq gurzining nomi butkul jahonga, butun sanjiga turib ketdi. Shunga g'arib sayatga eng kuchli qurol, eng og'ir jon qurol esa birinchi qalbimizga kirdigan shu oltin to'qliq gurza. Shundaqmi? Hamda 6-o'rin turdig'imi yana o'xshashlar shu gurza. Lekin bu oltin to'qliq emas, lom chuyun to'qliq. Buning egisi Dalin Yumowang Kaldiva. Hem bir yer Kaldiva Sunwukungdan tunji uchrashgan vaqtda bu qurol ko'rinmaydi. Biroq keyin g'arb nomakli safar jarayonidagi Kaldiva bilan uchrashgan vaqtning o'zida Kaldivaning qo'lida mush qurol bor. Og'irligi, shakli, aloydligi hammasi o'xshash. Shuning bilan mush gapimdan sizlar bu yerda kimni olti quloq makaka maymuni eslab qoldinglar-ku deyman. Bir narsani his qildinglar. 5-filmning davomiga, ya'ni oldingi 5 urintirilgan jang qurol angishtarlarning nimalik qiziqadigan do'stlar, qo'shib olishni unutib qolmanglar. Keyingi son so'zlaymiz.